Mashq daftarining 107-betiga yetib keldik. Bu yerda B bo'lim va masalalarni demak yechib chiqamiz. Demak, matnli masalalarni yeching va javobni tushuntiring. Birinchi masalaga e'tibor beramiz. Bu yerda kalkulyator ishlatsak bo'ladi. Ismoil akaning oylik daromadi 3.480.000 so'mni tashkil etadi. U har oyda 1.50.000 so'm jamg'arib, qolganlarini xarajatlari uchun sarflaydi. Ismoil aka 3 oyda qancha xarajat qiladi? E'tibor beramiz, 3 oyda qancha xarajat qilishini demak yozib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, uning oylik daromadi 3.480.000 va u har oyda jamg'aradigani 1.50.000. Har oy xarajatini demak hisoblab olamiz. Har oyga xarajati. Har oyga xarajati bu daromadi, ya'ni 3.480.000 so'm ayrilgan jamg'armasi, ya'ni 1.50.000 so'mni tashkil etadi. Demak, buni kalkulyator yordamida hisoblaymiz. 3.480.000 so'm ayrilgan 1.50.000 so'm. Bu 2.430.000 so'm bo'lar ekan. 2.430.000 so'm bo'ladi. Endi bu har oyga, endi masalaning shartiga asosan 3 oyda qancha topishimiz kerakligini talab qilingan. Demak, biz 3 ni ko'paytiramiz 2.430.000 so'mga va shunda bizning masalamizning javobi kelib chiqadi. Bu 7.290.000 so'm bo'ladi. Ushbu javobni belgilab olamiz. 7.290.000 so'm. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Jasurning sumkasi massasi 3.5 kilogramm. 3.5 kilogramm. Sohibaning sumkasi massasi esa 2.4 kilogramm. Ikkala sumkaning umumiy massasi necha kilogramm? Javobingizni aralash son ko'rinishida ifodalashimiz kerak. Demak, umumiy massani topish uchun biz ikkalasini yig'indisini topamiz. Ya'ni 3.5 plus 2.4 teng. Bu yerda bizda aralash sonlar yig'indisi va bunda biz demak butun qismlar va kasr qismlarni alohida ajratib olamiz. Shunda ularning yig'indisi o'z-o'zidan 3 ga 2 ni qo'shamiz, 5 ga teng bo'ladi. Plus va kasr qismlari yig'indisi, ya'ni 5 plus 4 Buni alohida qavs ichida yozib olsak ham bo'ladi. 5 plus 4 Ushbu qavs ichini, ya'ni kasrlar yig'indisini topib olishimiz kerak. E'tibor beramiz, mahraji 5 ga va 4 ga teng kasrlarning yig'indisini topish uchun biz umumiy mahraj berishimiz kerak. Buning uchun demak 5 ni 4 ga ko'paytiramiz. Demak, mahrajimiz 20 bo'lishi kerak bo'ladi. Shunda birinchi kasrning surati mahrajiga 4 ni, ikkinchi kasrning surati mahrajiga 5 ni ko'paytiramiz. Ya'ni quyidagicha bo'ladi. 5 plus qavs ichida demak 5 ga 4 ni ko'paytiramiz 20, 1 ni 4 ga ko'paytiramiz 4 bo'ladi. Plus 4 ni 5 ga ko'paytiramiz 20, 3 ni 5 ga ko'paytiramiz 15 bo'ladi. Demak, yig'indini hisoblaymiz. 5 plus qavsning ichi mahraji 20 bo'ladi va 4 ga 15 ni qo'shamiz. 19 degan sonni suratga yozib qo'yamiz va bu 5.20 dan 19 kilogramm degan javobni beradi. Demak, biz umumiy massani necha kilogrammligini yozib oldik. Bu ham aralash son ko'rinishida yozildi. Endi 3-masalaga o'tamiz. Ravshan 6.8 dan 5 kilometr, Po'lat 5.5 dan 4 kilometr masofaga yugurdi. Demak, yugurgan masofalarni belgilab olamiz. 6.8 dan 5 va 5.5 dan 4. Endi Ravshan Po'latga qaraganda necha kilometr ko'p yugurdi? E'tibor beramiz, Ravshandan demak Po'lat yugurgan masofani ayiramiz, ularning farqi kelib chiqadi. Javobingizni oddiy kasr ko'rinishida ifodalashimiz kerak ekan. Demak, qancha ko'p yugurganini hisoblash uchun ularni ayiramiz. 6.8 dan 5 ayrilgan 5.5 dan 4 teng. Bizda demak aralash sonlar berilgan, ya'ni buni butun qismlarini belgilab olamiz. 6 va 5, kasr qismlari esa 8 dan 5 va 5 dan 4.
Endi e'tibor beramiz. Bu yerda demak ayirmani hisoblash uchun butundan butunni ayiramiz, kasrdan kasrni ayiramiz. Endi e'tibor berishimiz kerak bo'lgani bu kasr sonlar. Ya'ni 5 taqsim 8 va 4 taqsim 5 lar qaysi biri katta? Ya'ni biz kichikdan kattasini ayirmaymiz, kattasidan kichikni ayirishimiz kerak bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, bu 5 dan 4 8 dan 5 dan katta. Shuning uchun biz 6 ni 5 plus 1 ko'rinishida yozsak bo'ladi. 5 plus 1 plus 8 dan 5 ayrilgan 5 butun 5 dan 4 teng. Bu yerda 1 ni biz 8 dan 8 deb olamiz. Ya'ni keling mana shuni 1 dan demak 8 dan 8 deb yozib olamiz va shunda mana bu yig'indi 8 dan 8 plus 8 dan 5 bu 8 dan 13 ga teng bo'ladi. Shunda ifodamiz quyidagicha yoziladi. 5 plus 8 dan 13 minus 5 butun 5 dan 4 teng. Bu yerda demak bizda butun qismlar 5 bilan 5, kasr qismlar esa 8 dan 13 va 5 dan 4. Mana bu yerdagi demak plusga e'tibor bermaymiz. Buni 5 butun 8 dan 13 deb ham yozsa bo'ladi. Agar buni ayirmani hisoblaydigan bo'lsak, 5 bilan 5 minus bo'lib 0 ga aylanadi. Shunda faqatgina kasr qismlarning o'zi qoladi. Ya'ni 8 dan 13 ayrilgan 5 dan 4. Butun qismlari demak ikkalasi teng bo'lganligi uchun ayirmasi 0 ga teng bo'ladi va biz ushbu kasrlarga umumiy mahraj beramiz. 8 va 5 ga umumiy mahraj ularning ko'paytmasi, ya'ni 40 ga teng bo'ladi. Shunda kasrning birinchi qismiga surati mahrajga 5 ni ko'paytiramiz. Shunda demak mahraj 8 kere 5 40 bo'ladi. Surati esa 13 kere 5, ya'ni 65 ga teng bo'ladi. Ayiramiz. Ikkinchi demak kasrning surati mahrajiga 8 ni ko'paytiramiz. Shunda mahraji 5 kere 8 40, surati 4 kere 8 32 teng. Mahrajlari ikkalasida ham bir xil bo'ldi. Demak suratlarni ayiramiz. 65 dan 32 ni ayiramiz. Demak 3 ya'ni 33 bo'ladi. Mahraji esa 40 ga teng bo'ladi. Javobimiz demak 40 dan 33 bo'ladi. Bu qisqarmas kasr bo'lganligi uchun buni javob deb belgilab olamiz. Ya'ni 40 dan 33 kilometr demak ko'p yugurgan degan javob kelib chiqadi.